Sizda qorin sohasida noqulaylik, ko'ngil aynishi, kekirish, ba'zida qayt qilish va ovqat yaxshi hazm bo'lmaslik hislari, tilda oq karash qoplanishi, ba'zida og'riqni his qilganmisiz? Bu gastrit belgilari bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan gastritning asosiy belgilari va qachon shifokorga murojaat qilish haqida gaplashamiz. Gastrit oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi bo'lib, ko'pincha noto'g'ri ovqatlanishlarda, stressda, ba'zida Helicobacter pylori va boshqa sabablar hisobiga yuzaga keladi. Gastritning asosiy belgilari: qorin sohasida og'riqlar yoki diskomfortlik, odatda ovqatdan keyingi kuchayuvchi og'riq yoki bo'sh qorinda paydo bo'luvchi og'riqlar, ishtahaning yo'qolishi, ovqat yeyishga bo'lgan istakning pasayishi, ko'ngil aynishi yoki qayt qilish, ba'zida oshqozonda ovqat hazm qila olmaslik hissining paydo bo'lishi. Agar quyidagi holatlarni sezsangiz, darhol shifokorga murojaat qiling. Najasda yoki qusishda qon paydo bo'lsa, najas rangi qoraysa, tez qayt qilish yoki ovqat hazm bo'lmasligi, og'riq zo'raysa yoki uzluksiz davom etsa, shifokorga murojaat qiling. Gastritni nazorat qilish bo'yicha maslahatlar: ovqatlanishni tartibga soling, yog'li, achchiq va kislotali ovqatlardan saqlaning, kechki ovqatlanish yoki yeb yotishni to'xtating, zararli odatlardan saqlaning, to'g'ri, ratsional va o'z vaqtida ovqatlanishni yo'lga qo'ying, stressni kamaytiring, zarurat bo'lganda shifokorga murojaat qiling. O'zingizning sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Yuqoridagi belgilarni o'zingizda sezsangiz, tezda shifokorga murojaat qiling. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling va turli xavfli kasalliklarni oldini oling. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Yana qandaydir qiziqarli mavzularni bilmoqchi bo'lsangiz, fikringizni izohlarda qoldiring.